Bu videoda men tunda Darknet saytiga kirib ko'raman va qani ko'ramiz. Bu Darknet saytiga kirganimizdan keyin bizda qanaqadir dahshatli, qo'rqinchli voqealar sodir bo'ladimi yo'qmi? Buni ham video davomida tekshirib olamiz. Xo'p, o'rtoqlar, bo'lmasa Darknet saytiga kirishni boshlaymiz va sizlarga hozir ma'lumot tariqasida aytib ketmoqchiman. O'tgan videoda, ya'ni men shu videoni Darknet saytiga kirib ko'rdim videosining birinchi qismida ko'pchilik kommentariy yozgan, Darknetga Google Chrome'dan kirib bo'lmaydi, Darknetga Tor brauzerdan kiriladi deb yozishgan. Hozir shuni ko'z oldinglarda tekshiramiz va men prям через Tor brauzerdan kirib ko'raman. Ko'p gapirib o'tirmasdan Darknetga kirishni boshlaymiz. Sizlar hozirroq videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lmasam Darknetga kirishni boshlaymiz. Tor brauzer mana chiqdi. Tor brauzer. Вот, download Tor brauzer. Birinchi Tor brauzerni skачать qildik. Lekin biz skачать qilmaymiz. Men bundan prям Play Marketda programmasi ham bor ekan Tor brauzeri. Lekin menga kerakligi Tor brauzer onlayn kiramiz. Tor brauzerga kiramiz va Tor brauzerdan prям Darknet saytiga kirishga harakat qilamiz. Xo'p, mana kirdi. Bari skачать qilish kerak ekan Tor brauzeri. Lekin men skачать qilib kelmayapti, chunki menga muammo bo'lishi mumkin Tor brauzerga kirish. Men chunki o'zi aniqmi biladiganlar bormi? Darknetga haqiqiysiga kirmoqchi emasman mana. Haqiqiy saytga kirsanglar problema kattasi bo'ladi. Men bitta download Tor brauzer deyishyapti, lekin yo'q, men buni tortolmas ekan, skачать qila olmayman. Chunki agar bu programmani kompyuterimga skачать qilsam, problema bo'lishi mumkin. Lekin ko'pchilik Tor brauzer deb yozgan to'g'ri va yana bir xilla 60 ga 40, ya'ni 40% o'sha odamlar Google Chrome'dan haqiqiysiga kirsa bo'ladi, Google'dan kirsa bo'ladi Darknetga deyishgan. Hozir Darknetda endi ikkinchi qismida Darknet saytida zo'r joylarga kirib ko'ramiz. Darknet deb yozdim, mana hozir kirdik. Darknet OpenSearch. Esinglarda bo'lsa, birinchi qismida Darknetda birinchi qismida mana shu joyga kirgandik. Mana shu joyda tarjima qilib ikkinchi qismida o'qiyman degan. Hozir o'qiymiz va o'rtoqlar, men birinchi qismida bitta bloger bilan mana shu video tagida deb aytganman. Darknet birinchi qismida men aytganman, o'rtoqlar, 2200 like bo'lsa ikkinchi qismi chiqadi va bitta bloger bilan olib chiqaman deganman. Afsuski bitta blogerimiz kela olmadi. Sababi u bloger chetga bitta anaqaga ketib qoldi, konkursga chiqib qoldi. U bloger ko'pchilik taniydi. Instagramda 60 milliondan ko'p prosmotr urgan, Instagramda 1 milliondan ortiq auditoriyasi bor bola. Lekin bola desa ham uncha bola emas. 20 yoshdan deb ishoninglar. O'sha bloger ish chiqib qolib, chet elga ketib qoldi. O'shaning uchun 3-qismida xudo xolsa mana shu videoning tagida qachonki 5500 like yig'ilsa, 5500 like dan keyin Rona o'sha bola bilan xudo xolsa aniq 3-qismida o'sha bloger bilan mana shu Darknetda 3-qismini olamiz. Va meni kanalimda Rona 7000 ta obunachi bo'lishi bilan. Hozir bizning kanalimizda 5000 tadan ko'p, mana bitta nechta obunachilik chiqdi. Hozir kanalimizda 5000 tadan ko'p obunachi bor va kanalimizda qachonki 7000 ta, 7 k obunachi bo'ladi va men Darknetda 3-qismini chiqaraman. Ham 5500 ta like bo'lsa. O'shaning uchun like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 7000 ta подписчик va men Darknet 3-qismini chiqaraman. Xo'p, mana Darknetga kirdik. Endi o'rtoqlar, Darknet operatsion shimamni tarjima qilib hammasini o'qiymiz. Xo'p, mana o'rtoqlar, tarjimaga o'tdik va ana endi tarjima qilib sizlarga o'qib beraman. Darknet C tilidagi ochiq kodli neyron tarmoqlari. Darknet bu C va Suda tillarida yozilgan ochiq kodli neyron tarmoq tizimi. U tez o'rnatish oson va protsessor va GPU hisoblashlarini qo'llab-quvvatlaydi. Siz meni GitHubda topishingiz yoki Darknet nima qila olish haqida ko'proq ma'lumotlarni bu yerdan o'qishingiz mumkin. Darknet o'rnatilmoqda. Darknetni o'rnatish va ishga tushirish oson. Ushbu post sizga bu borada ko'rsatma beradi. Buni menimcha birinchi qismda o'qigandim-a. Darknet boshqasiga kiramiz. Chunki men sразу esimga keldi, mana shu joydan mana bitta AI xulosasi, ya'ni sun'iy intellekt xulosasi Darknet haqida hozir shuni o'qib beraman sizlarga. Xo'p, Darknet yashirin tarmoq. Bu odatiy qidiruv tizimlari topa olmaydigan va maxsus dasturlar, masalan Tor orqaligina kirish mumkin bo'lgan shifrlangan internet qismi. Вот именно. U foydalanuvchilarga to'liq maxfiylik bergani uchun qonunbuzarliklar va kiberjinoyatlar ham uchraydi. Shuningdek, texnologiyada C tilida yozilgan ochiq kodli neyron tarmoq va obyektlarni aniqlash tizimi ham Darknet deb ataladi. Вот, uzun so'qmoqdan. Maxfiylik va anonimlik. Foydalanuvchilar va serverlarning IP manzillari yashirin bo'ladi. Maxsus dasturlar unga kirish uchun odatiy brauzerlar yetarli emas, maxsus shifrlangan tarmoqlar orqali talab qilinadi. Oy. Xavflilik.
shaxsiy ma'lumotlarning sizib chiqishi yoki shaxsiy ma'lumotlarning sizib chiqishi va kiberjinoyatlar ko'p kuzatiladigan muhit. Dasturlashdagi Darknet neyron tarmoq framework C va Suda tillarida yozilgan tezkor sun'iy intellekt tizimi vazifalari real vaqt rejimida obyektlarni aniqlash va tasvirlarni tasniflash uchun ishlatiladi. O'qib qo'rqib ketmayman. Bu nega xavfli? Darknet o'zi nima? Hozir qaramiz. Reddit foydalanuvchilari xabar qilishicha, internetda 15 million O'zbekiston fuqarosining shaxsiy ma'lumotlari o'g'irlangan. Efraid EG6358 nomli profil bu ma'lumotlar Darknetga sizdirilganini go'yoki tasdiqlovchi bir nechta havolalarni taqdim qildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining kiberxavfsizlik markazi mahalliy nashrlar so'roviga javoban bu xabarlar tekshirilayotganini ma'lum qilgan. BBC kiberxavfsizlik markazining Telegram kanalini tekshirganda bu borada axborot hazil bermayotganiga guvoh bo'ldi. Nima bu? Осуждаю. Angacha nima o'qimayman. Darknet kibercrime zryatis to soutxets ingliz tilida yaxshi emas, mana shuni kirib ko'ramiz. Darknet kibercrime hop 2020-yil nimadir ekan. Bu yoqda inglizcha gaplar просто o'qish bu. Darknet sayti bor. Bundan bir normallisi. Tor brauzerni keyingi qismida kirib ko'rishga harakat qilaman, 3-qismda, chunki Tor brauzer skачать qilib ko'raman. Agar problema bo'lsa. Bot bu yoqda nimalar, har xil Darknet haqida ma'lumotlar va mana bu yoqda Omonxon akani, ya'ni Darknetga oid kontentlar. Ya'ni men Omonxon akamning ijodlaridan ilhomlanib, mana shu kontentni tayyorlaganman. Omonxon akamga hech qanaqa qasadim yo'q va mana Omonxon akani o'zlari даже Darknet qiroli, Darknet O'zbekistondagi mashhur videochi bo'lganlari uchun mana bu Darknet haqida o'zlarini videolarini ham chiqarib beryapti. Darknet 4-qismida efir bu streamlar ekan. Omonxon akani YouTube kanaliga o'tsanglar, Omonxon akani YouTube kanalida Darknet haqida 6 tami 7 ta qism chiqqan hozir. Hamma qismlari bor. Xullas o'rtoqlar, bu yerda normalniy yo'q, bu yerda programma, bu yerda Wikipediadan o'tgan savol qilganman. Hozir men to'g'risi ana bloger chaqirganim, kayfiyatim tushib qolgan, sal nasrayim ham yo'q. Men sizlarga qo'rqinchli ma'lumot o'qib berdim. Bu videoda qo'rqinchli narsalar bo'ldi, lekin bu videoda uncha ko'p narsa qilmadim. Mana Darknet endi anaqa qilib ko'ramiz. Klon deb ko'ramiz. Klon Darknet deyapmiz. Qancha bu klonlar narxini hech bilib yo'q. Nima bu? Voy golus. O'zi xabar klonni. Oy. Yo'q. Bu bosqinni bilmas. Chiqib ketdim. Nima qilma Darknet mancha narxlari bu klondagi. Chaqirmayman, menga kerak emas klonni. Mana politsiya Germaniyada bo'lgan voqealar. Bu juda strashniy saytda, men lekin xudo xolisa xavfsizlik taraflama, xavfsizlikni ham inobatga olib 3-qismida bitta bloger bola bilan men точно Tor brauzeri skачать qilib, Tor brauzeridan Darknetga kirib ko'ramiz. Bu xavfsizlik uchun hammasi, hech qanaqa ortiqcha narsalar bo'lmaydi. Va o'rtoqlar, videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun kattadan rahmat. Bu video juda ham qisqa bo'ldi, lekin qiziqarli, Darknet haqida qo'rqinchli ma'lumotlarni bilib oldinglar, lekin men xudo xolisa buni qo'ymayman. Bu videoda o'rtoqlar xulosa shuki, Darknetda qanaqa Darknet haqida ma'lumotlarni o'qib chiqdim. 3-qismida bitta bloger bilan o'sha Instagramda boyayotgandaqa 1 milliondan ortiq auditoriyasi bor bloger bilan mana shu videoning 3-qismini olamiz. Faqatgina mana shu video tagida 5500 like yig'iladi va kanalimdagi obunachilar soni qachonki 7000 ta obunachi bo'lsa, 7000 ta obunachi va 5500 likedan keyin mana shu videoning 3-qismini chiqaraman. O'shancha kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar, sog' bo'linglar, 3-qismini ko'rishamiz va kanalga obuna bo'lib qo'yib kuzatsanglar, keyingi videolar bundan ham qiziq videolar bo'ladi. Sog' bo'linglar, charchamanglar.